yaxshimisiz? Rejissor, yaxshimisiz? Hey, bu boshqalarning narsiga o'g'irlik ko'rish, bu adabsizlik, buni bilamsiz, ha? Men xato qildim, rejissor. Men xato qildimmi? Men sizga deb qo'y. Bu eshikdan kirganda bir eshikni chekib kirish kerak-ku. Hey, siz kim o'siz, ha? Rejissor, mening bir naqsham bor edi. Ha? Naqshyapti? Ha. Keling. O'tiring. Naq joyga kelibsiz. Naq joyga kelibsiz. Avval birazdan bir suv ichaylik, ha? Eling. Qarang. Men shu Hollywood bilan Bollywoodni birlashtirib, Bollywood kino film ishlash shirkati deb shirkat qurdim. Shu yerga Chengdong, Joshingchi, Wang Bochang deganlar bor. Ha. Shular bilan bir oyda tug'ilib ekanman. Endi shularning bor tafakkur qobiliyat mendan bor deb o'ylayman-ku. Rejissor, naq kelib kelaylar. Men mana necha kun oldin sizga yangi naqsha ssenariy yozaylik deb kelib bergan Ibrohim. Men shu. Oy. İbrahim Tapak'ta. Men ne kadar süper. İbrahim Enver. Şu. Qarang, sizning naqshingiz bor-ku. Asosiyatni bitta. Anlab boqamsiz. Bir anglaydi. Keling. Bir kuni Rejissor, bu xatalashib qoldingizmi? Bu seni kirimsam degan naqshamning ssenariysi deb qolib emasmi bu? Men sizga aytib berdim, yangi usullik naqshamningki gipiti bu. Ha, uni men yozib qo'ydim. Bu yigit tuyuqsiz puldirib ketdi bu. Bu nima ishimdi bu? Ey nadan bala. Qarab turmasa buni aldirmay turmasa mana chiqdi.
Birisi o nemedi, yak dedi, yak dedi. Risor? Voy Risor! Bak ketib qolgan nima shuda? Bak ketib qolgan. Ne bo'ldi? Ola qiyqsab ketib qolgan nima shuda? Voy mana.